Bunaqa narxga bu mahallada menimcha uy topa olmasanglar kerak, shoshilib qolinglar. Bunaqa uylar tez sotilib ketadi. Uyimiz Yunusobod tumani Gvardeyskiyda joylashgan. Orientirimiz shundoq Gvardeyskiy GAIdan keyingi ko'chadan kirganda bo'lyapti. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, shundoq Haytaunning domlarini orqa tomonidagi mahalla. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta yo'lga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizda 1 sotiq yer maydoniga qurilgan 5 ta xonadan iborat oshxona bilan birga binoyimizda pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga ko'rib turganingizdek travertin ishlatilgan. Mahallamizda ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, tayyor asfalt qilingan. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, uyimizning narxini ham aytib o'tib ketaman. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichini ko'ramiz. Binoyimizga kirishimiz bilan koridor, hamma xonalarimizga faqat koridor orqali kiriladi. Bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan, eshiklarimiz ham hali salafanda turibdi. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomondagi xonamizni o'zingizlarning xohishingizga qarab zal yoki spalnya qilib foydalansanglar bo'ladi, chunki birinchi qavatimizda oshxonamizdan tashqari faqat bitta shu xonamiz bor. Uyimizning hamma xonalarida shunaqa chiroyli pardalarni va lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Bu yoqda birinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizni isitish uchun to'liq iliq pol o'rnatilgan. Radiatorlar uchun ham joy ajratib ketilgan. Radiator qo'yilsa bo'ldi, ishlaydigan qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Texnikalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yoqda moyka, gaz plita, duxovka, bu yoqda bo'lsa vichkani ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelli sistemamiz ham aynan mana shu oshxonamizning o'zida joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Bu yoqda iliq pol regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa yozgi oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda 1 sotiq bo'lsa ham shunaqa yozgi oshxonalargacha planirovka qilingan ekan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan koridor, ikkinchi qavatimizning xonalarimizga ham faqat koridor orqali kiriladi. Binoyimiz umumiy hisobda 160 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda spalnyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu xonamizni bo'lsa joy egalari zal uchun mo'ljallashgan ekan, lekin bir xilla ikkinchi qavatimizning xonalarimizni hammasini spalnya qilib yuborishar ekan. O'shaning uchun birinchi qavatimizning bitta xonamizni yoki mana shu xonamizni zal qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu xonamizning devorlariga ko'rib turganingizdek attachento ishlatilgan. Bu yoqda ham spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi birinchi qavatimizdagi yozgi oshxonamizga qaragan. Bu yoqda bo'lsa ikkinchi qavatimizdagi общий sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham fayzli xonadon, uyimizning joy egalari $129,000 deyishyapti. Shoshilib qolinglar, bunaqa uylar tez sotilib ketadi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.